Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizga hozirroq tushunib olish kerak bo'lgan juda muhim masalani sodda tilda aytib beraman. Gap har bir pensionerga 1.000-5.000 so'm atrofidagi qo'shimcha to'lov. Yordam yoki kompensatsiya haqida tarqalayotgan xabarlar, buning atrofidagi yangi tafsilotlar va eng asosiysi pensionerlar nima qilish kerakligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang, chunki u ota-onangizga, bobo buyingizga, qo'shningizga yoki o'zingizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga vahma qilmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan harakat qilishni tushuntiraman. Chunki bunday xabarlar chiqqanda odamlar ikki xil xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi menga baribir tegmaydi deb umuman qiziqmaydi. Ikkinchisi esa tekshirmasdan telefon qilgan noma'lum odamlarga hujjatlarini, karta raqamlarini, SMS kodlarini berib yuboradi. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzu nafaqat sizga, balki siz tanigan har bir pensionerga kerak bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Oldin pensionerlar uchun asosiy to'lovlar pensiya jamg'armasi orqali belgilangan tartibda oyma-oy to'lanardi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladi. Ayrim hollarda qo'shimcha ijtimoiy yordamlar, bir martalik moddiy yordamlar, bayram oldidan beriladigan pullar yoki mahalla orqali ajratiladigan ko'maklar ham bo'lardi. Lekin bularning hammasi ham har bir pensionerga avtomatik 1.500.000 so'm beriladi degani emas edi. Endi nima o'zgardi? So'nggi paytlarda odamlar orasida pensionerlarga 1.500.000 so'm berilar ekan. Ro'yxatdan o'tsangiz pul tushar ekan, ariza yozsangiz olasiz. Faqat bugun ulgursangiz bo'ladi degan gaplar ko'paydi. Ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Bunday xabarni eshitganingizda birinchi savol quyidagicha bo'lishi kerak. Bu pulning huquqiy asosi bormi? Qaysi tashkilot e'lon qildi? Kimlarga beriladi? Qachon beriladi va qanday tartibda beriladi? Agar davlat tomonidan haqiqiy to'lov belgilansa, u odatda rasmiy manbalarda e'lon qilinadi. Masalan, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalliy hokimliklar, mahalla yettiligi, banklar yoki tegishli vazirliklarning rasmiy sahifalari orqali tushuntirish beriladi. Hech qachon haqiqiy davlat to'lovi sizdan Telegramdagi shubhali havolaga kirib, karta raqami amal qilish muddati, SMS kodi yoki pasport nusxasini begona odamga yuborishni talab qilmaydi. Mana shu joy juda muhim. Men sizga vaziyatni oddiy misol bilan tushuntiraman. Aytaylik, bir mahallada 300 nafar pensioner bor. Ulardan bir taqim nafari oddiy yoshga doir pensiya oladi. 4 nafari nogironligi bo'yicha pensiya oladi. 2 nafari yolg'iz yashaydi. Yana 15 nafari ijtimoiy daftarlarda turadi. Qolganlari oilasi bilan yashaydi. Agar 1.500.000 so'mlik yordam aynan ijtimoiy ehtiyojmand pensionerlarga ajratilgan bo'lsa, demak u hamma 300 kishiga emas, belgilangan mezonga tushadigan odamlarga berilishi mumkin. Agar qarorda barcha pensiya oluvchilarga deyilsa, unda boshqa tartib bo'ladi. Agar kam ta'minlangan, yolg'iz yashovchi yoki parvarishga muhtoj pensionerlarga deyilsa, unda yana boshqa tartib bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, sarlavhaga ishonmang, shartiga qarang. Har bir pensionerga 1.500.000 so'm degan gap juda jozibali eshitiladi. Lekin amalda har bir pensioner degani rasmiy hujjatda aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar shartlari bo'lsa, masalan, daromadi ma'lum miqdordan oshmasligi, ijtimoiy reyestrda turishi, yakka yashashi, nogironligi bo'lishi, kommunal qarzdorligi yoki davolanish xarajati borligi kabi mezonlar qo'yilishi mumkin. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Pensiyasi 900.000 yoki 1.200.000 so'm atrofida. Dori-darmonga oyga 1.000 so'm ketadi. Kommunal to'lovlar ham bor. Bunday odamlar haqiqatan ham davlat va mahalla e'tiboridagi toifaga kirishi mumkin. Ular mahallaga borib, o'z holatini tushuntirib, qanday yordamlar mavjudligini so'rashi kerak. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Masalan, yo'q guruh nogironligi bo'lgan otaxon pensiya oladi, lekin doimiy muolaja, analiz, dori reabilitatsiya vositalariga muhtoj. Agar bir martalik yordam tibbiy ehtiyoj yoki ijtimoiy himoya mezoni asosida berilayotgan bo'lsa, bunday insonlar hujjatlarini tayyorlab qo'yishi kerak. Bu yerda tibbiy ma'lumotnoma, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat,
Pensiya guvohnomasi yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 3-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladigan oilalar. Masalan, uyda bitta pensioner buvi bor, u nabiralariga qarayapti. Oilaning asosiy daromadi pensiya va nafaqadan iborat. Bunday vaziyatda yordam oilaning umumiy ijtimoiy holatiga qarab ko'rilishi mumkin. Men bunday oilalarga kutib o'tirmang, mahalla bilan aloqa qiling. Ijtimoiy xodimga holatingizni tushuntiring deb maslahat beraman. Endi kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz o'z vaqtida kartangizga tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, manzilingiz, pasport ma'lumotingiz, bank kartangiz pensiya jamg'armasi tizimida to'g'ri bo'lsa, birinchi navbatda rasmiy xabarni kuting va tekshiring. Har bir gapga ishonib, bankka yugurish yoki mahallaga navbat hosil qilish shart emas. Masalan, 68 yoshli otaxon 2300 ming so'm pensiya oladi, oilasi bilan yashaydi, farzandlari ishlaydi, ijtimoiy daftar ro'yxatida emas. Agar yordam faqat ehtiyojmandlarga ajratilgan bo'lsa, bu otaxon ro'yxatga tushmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas, bu yordamning maqsadi boshqa bo'lishi mumkin. Davlat ayrim to'lovlarni umumiy qiladi, ayrimlarini esa aniq muhtoj qatlamlarga yo'naltiradi. Yana bir misol, pensioner ayolning pensiyasi 1.800 so'm, lekin u bank kartasini o'g'liga berib qo'ygan. SMS xabarnoma o'g'lining telefoniga ulangan. Agar qo'shimcha to'lov bo'lsa, pul kartaga tushishi mumkin. Lekin pensionerning o'zi buni bilmay qoladi. Shuning uchun men pensionerlarga va ularning farzandlariga shuni maslahat beraman. Karta kimning qo'lida? SMS kimga keladi? Pul tushganda kim nazorat qiladi? Bularni oilada ochiq gaplashib oling. Birinchi vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 75 yoshli pensioner ayol bor. U yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1.100 so'm. Oyga 300 ming so'm doğru oladi. 200 ming so'm kommunal to'lov qiladi. Oziq ovqat xarajatlari esa narxlar oshgani uchun yetmay qoladi. Agar hududda ehtiyojmand pensionerlarga 1.500 ming so'mlik bir martalik yordam ajratilsa, bu ayol albatta mahallaga murojaat qilishi kerak. U menga hech kim aytmadi deb o'tirmasligi kerak. Chunki ba'zan ro'yxat mahalla faollari ijtimoiy xodimlar va mavjud reyestrlar asosida shaxlanadi. Lekin inson o'z holatini aytmasa, ayrim tafsilotlar ko'rinmay qolishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Samarqandda bir otaxon pensiya oladi, lekin uning nomida uy bor. Uyda 3 nafar ishlaydigan farzandi ro'yxatda turadi. Aslida farzandlar alohida yashaydi, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Tizimga qaralsa otaxon yolg'iz emasdek ko'rinadi. Mana bu juda nozik holat. Agar yordam yakka yashovchi yoki muhtoj pensionerlarga berilsa, ro'yxatdagi ma'lumotlar noto'g'ri tasavvur berishi mumkin. Bunday paytda mahallaga borib amaldagi yashash holatini tushuntirish, zarur bo'lsa dalolatnoma tuzdirish kerak bo'ladi. Uchinchi vaziyat. Farg'onada bir pensionerga telefon qilishadi va sizga 1.500 ming so'm chiqdi, kartangizni tasdiqlash uchun SMS kodini ayting deyishadi. Pensioner xursand bo'lib kodini aytadi. Keyin kartasidagi pensiya ham yechib olinadi. Mana shuning uchun men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Bank xodimi ham, mahalla xodimi ham, pensiya xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. SMS kod bu sizning pulingiz kaliti. Uni aytish, uyingiz kalitini notanish odamga berish bilan bir xil. 4-vaziyat. Qashqadaryoda pensioner ayol hamma olayapti, men ham olishim kerak deb bankka boradi. Bank xodimi esa bunday to'lov bo'yicha ularda ma'lumot yo'qligini aytadi. Ayol asabiylashadi, navbatda turadi, vaqtini yo'qotadi. Aslida bu masalada avval rasmiy manbani tekshirish kerak edi. Agar pul pensiya kartasiga avtomatik tushadigan bo'lsa, bankka borish shart bo'lmasligi mumkin. Agar mahalla orqali ariza talab qilinsa, bank emas, mahalla muhim bo'ladi. Agar ijtimoiy himoya organi orqali bo'lsa, tegishli bo'limga murojaat qilinadi. Endi eng ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchidan, 1.500 ming so'm degan summa har doim ham naqd pul shaklida beriladi degani emas. Ba'zi yordamlar bank kartasiga o'tkaziladi. Ba'zilari kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, reabilitatsiya vositasi yoki boshqa xizmat shaklida bo'lishi mumkin. Odamlar esa faqat qo'limga pul berishadi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, pensioner deganda hamma bir xil toifa emas. Yoshga doir pensiya oluvchi, nogironlik pensiyasi oluvchi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchi.
Harbiy pensioner, ijtimoiy nafaqa oluvchi odamlar huquqiy jihatdan turli tartibda ko'rilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy e'londa aynan qaysi toifa ko'rsatilganini tekshirish kerak. Uchinchidan, yashash joyi masalasi muhim. Ba'zan yordam doimiy ro'yxat bo'yicha beriladi. Ba'zan amalda yashayotgan manzil bo'yicha o'rganiladi. Masalan, pensioner Buxoroda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashayapti. Agar mahalla ro'yxati Buxoroda shakllansa, u Toshkentda turib xabardor bo'lmay qolishi mumkin. Bunday holatda qaysi mahallaga murojaat qilish kerakligini aniqlashtirish lozim. 4-dan, bank kartasi muddati tugagan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar kartaning amal qilish muddatiga qarashmaydi. Agar karta bloklangan, muddati o'tgan yoki yo'qolgan bo'lsa, pensiya yoki qo'shimcha to'lov tushishda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangizning old tomonidagi oy va yilga qarang. Agar muddat tugagan bo'lsa, bankka borib yangilash kerak. 5-dan, qarzdorlik va ijro hujjatlari masalasi ham bor. Ayrim odamlarda aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha kartadan pul ushlab qolinishi mumkin. Agar qo'shimcha to'lov kartaga tushsa, u darhol ushlab qolinadimi yoki ijtimoiy to'lov sifatida himoyalanadimi? Bu alohida tartibga bog'liq. Bunday vaziyatda bankdan va majburiy ijro byurosidan aniqlik kiritish kerak. 6-dan, firibgarlar aynan shu mavzudan foydalanadi. Ular xabarni shunday yozadiki, odam shoshilib qoladi. Bugun oxirgi kun, 21 daqiqada ro'yxatdan o'ting. 2500 yen so'mni olish uchun havolaga kiring. Tasdiqlash kodi keladi. Men sizga aniq aytaman, davlat to'lovi shoshiltirish va qo'rqitish orqali rasmiylashtirilmaydi. Rasmiy tartibda murojaat muddati, mas'ul tashkilot hujjatlar ro'yxati va aloqa manzili bo'ladi. Endi amaliy qadamlarni tushuntiraman. Birinchi qadam, xabar manbasini tekshiring. Agar sizga Telegram, WhatsApp yoki Facebook orqali pensionerlarga 1000 so'm degan xabar kelsa, darhol unga ishonmang. Avval pensiya jamg'armasining rasmiy kanali Ijtimoiy himoya milliy agentligi, mahalla yoki hokimlikning rasmiy sahifalarini tekshiring. Internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yordam so'rang, lekin begona odamga qo'ng'iroq qilmang. 2-qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa, siz yolg'iz yashasangiz, nogironligingiz bo'lsa, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, pensiyangiz yetmayotgan bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Menga qanday yordamlar tegishli bo'lishi mumkin? Ro'yxatda bormanmi? Qanday hujjat kerak deb aniq so'rang. Umumiy shikoyat emas, aniq savol bering. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Tibbiy xarajatlar bo'lsa retsept yoki chek. Yolg'iz yashash holati bo'lsa mahalla dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma joyda bir xil talab bo'lmasligi mumkin, lekin asosiy hujjatlar tayyor tursa, siz vaqt yutmaysiz. 4-qadam, ariza yozishda aniqlik kiriting. Agar ariza talab qilinsa, menga pul bering deb umumiy yozmasdan holatingizni tushuntiring. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman, yolg'iz yashayman. Pensiyamning katta qismi dori-darmonga ketadi. Ijtimoiy yordam olishim bo'yicha holatimni o'rganib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz va imzo bo'lishi kerak. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Muddati o'tmaganmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Karta sizning nomingizdami? Pensiya shu kartaga tushyaptimi? Bularni aniqlang. Agar kartangizni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, oilada kelishib oling. Men pensionerlarga kartani butunlay boshqalarga berib qo'yishni maslahat bermayman. Yordam puli tushsa ham, pensiya tushsa ham, egasi xabardor bo'lishi kerak. 6-qadam, hech kimga maxfiy ma'lumot bermang. Pasport seriyasi va raqamini ham faqat rasmiy idorada, rasmiy ariza uchun bering. Karta raqamining o'zi ham ehtiyotkorlik bilan ishlatilishi kerak. Karta orqasidagi ochiqxonali kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodi mutlaqo berilmaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, bilingki, bu yordam beruvchi emas, firibgar bo'lish ehtimoli juda katta. 7-qadam, javobni yozmay yoki aniq shakllarda so'rang. Mahallaga borganingizda keyin aytamiz degan umumiy javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi ro'yxatga kiritildingiz? Qachon o'rganish bo'ladi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Mas'ul kim?
telefon raqami qanday, shularni aniqlashtiring. Agar haqiqatan ham yordam dasturi bo'lsa, jarayon shaffof bo'lishi kerak. Men yana bir muhim narsani alohida ta'kidlayman. Agar kimdir 1 million 200 ming so'mni chiqarib beraman, lekin oldin 2 million so'm xizmat haqqi yuboring desa, bu juda shubhali. Davlat to'lovi uchun oldindan pul to'lash talab qilinmaydi. Agar kimdir ro'yxatga qo'shib qo'yaman, tanishim bor desa ham ehtiyot bo'ling. Haqiqiy yordam mezonlar va rasmiy ro'yxat asosida beriladi. Yashirin pul yoki tanish bilish orqali emas. Agar sizga havola yuborilsa, u rasmiy domen yoki yo'qmi? Tekshirmasdan kirmang. Ko'p firibgar saytlar rasmiy saytga o'xshab turadi. Logotip qo'yadi, davlat nomini yozadi, lekin manzilida g'alati harflar bo'ladi. U yerga karta ma'lumotini kiritgan odamning puli yechib olinishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar telefon ekranida mayda yozuvlarni ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun farzandlar va nabiralar bu masalada yordam berishi shart. Agar siz allaqachon SMS kod aytib yuborgan bo'lsangiz yoki shubhali havolaga karta ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, vaqt yo'qotmang. Darhol bankingizga qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Bank ilovasiga kirish parolini o'zgartiring. Zarur bo'lsa ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'yicha mas'ul idoralarga murojaat qiling. Uyat bo'ladi deb yurish kerak emas. Firibgarlar aynan odamlarning uyalishidan foydalanadi. Men bu videoni ko'rayotgan farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning moliyaviy xavfsizligini nazorat qiling. Lekin ularning puliga egalik qilib olmang. Har oy pensiya tushganini birga tekshiring. Kartaning muddati tugamaganini ko'ring. Ularning telefoniga keladigan shubhali xabarlarni o'chirib tashlashdan oldin tushuntirib bering. Ona, ota, hech kimga SMS kod aytmaysiz, hech qanday havolaga kirmaysiz. Pul chiqadi desa, avval menga aytasiz deb aniq kelishib oling. Agar ota-onangiz haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'lsa, mahallaga birga boring. Hujjatlarni yig'ishga yordam bering. Tibbiy cheklarni, dori retseptlarini, pensiya ma'lumotlarini tartiblab qo'ying. Ko'pincha pensionerning muammosi pul yo'qligida emas, qayerga murojaat qilishni bilmasligida bo'ladi. Farzand sifatida siz shu ko'prik vazifasini bajarsangiz, ota-onangiz ko'p sarson bo'lmaydi. Agar ota-onangiz menga hamma narsani davlat berishi kerak deb o'ylasa, ularga muloyim tushuntiring. Yordam dasturlarining sharti bo'ladi. Agar shartga tushsa, albatta murojaat qilinadi. Agar tushmasa, boshqa imkoniyatlar ko'riladi. Masalan, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar, kommunal to'lov bo'yicha yengilliklar. Ijtimoiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari moli yoki mahalla orqali boshqa yordamlar bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat 1.500 ming so'mga qadalib qolmaslik kerak. Men bugungi mavzuni yakunlar ekanman. Asosiy fikrni yana bir bor aytaman. 1 million 500 ming so'm haqidagi xabarni eshitsangiz, birinchi navbatda rasmiyligini tekshiring. Agar to'lov haqiqiy bo'lsa, uning kimlarga berilishi, qanday hujjat kerakligi, qaysi tashkilot orqali amalga oshirilishi aniq bo'ladi. Agar xabar sizdan SMS kod, karta paroli oldindan to'lov yoki shubhali havolaga kirishni talab qilsa, bu katta xavf belgisi. Pensionerlar uchun eng to'g'ri yo'l mahallaga murojaat qilish, rasmiy manbalarni tekshirish, hujjatlarni tayyorlab qo'yish, bank kartasini tartibga keltirish va hech kimga maxfiy ma'lumot bermaslik. Farzandlar esa ota-onasini yolg'iz qoldirmasligi, ularni xabardor qilishi va firibgarlardan himoya qilishi kerak. Agar sizning mahallangizda yoki hududingizda pensionerlarga 1500 ming so'm bo'yicha aniq ma'lumot berilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, qaysi viloyat, qanday tartib, kimlarga aytilgan. Bu boshqa odamlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan ulashing. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimnidir sarsonlikdan, kimnidir esa firibgarlar tuzog'idan saqlab qolishi mumkin.